Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Shahrisabzdagi gipsokarton ishimizni boshladik. Formalarini to'qib, gipsokartonlarni qoqdik. Endi atletga ishlar qildi. Videomiz ko'proq prosmotr yig'ish uchun akalar, rekka chiqish uchun kursingizlar mabodo oldinlaringizdan chiqib qolsa, like bosib o'tib ketsangiz yaxshi bo'ladida. Yaqinga boshladim mana shu Instagram, YouTube ishlarimni. Hozir YouTube'ga birma-bir videolar qo'yib ketaman. Men glavniy ko'proq MDFdan qilamiz. Endi bu akani xohishi gipsokarton bo'lganligi uchun gipsokartondan qilaylik. Agar qo'llaringizdan kelsa, oldinlaringizdan shu video chiqib qolsa, bitta like bosib o'tib ketsangiz, xizmat bo'lib qolsa, yana ham sizga podpiska ham bosib qo'ysangizlar xursand bo'laydi. Shu ishimiz mana shu Qashqadaryo'dagi. Endi birinchi videolarimdanligi uchun ozgina hayajon bo'lyapti. Yaxshi obzor qilolmayman. Keyingilariga Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, like, komment qilib, Xudo xohlasa bundan zo'r glavniy ishlarimizni qo'yamiz. MDFdan bo'lgan profilimga o'tib qarasangizlar, yana ham sifatli ishlarimiz bor.